Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Nuri daryo bo'yida uzoq o'tirdi. U hozir burunqida hissiyotliq, fikri cho'nqur 19 yoshlardagi yigit. U Qosh daryosining suyidek xatarlik cho'qila, cho'nqur hang Qo'ram taşlardan sakrab o'tib, hayotning balaliq, go'daklik faslidan ulg'uyib, umid, orzu va g'ayrat, shijoatga eng boy bo'lgan yoshlik fasliga qadam qo'ydi. Uning vujudida yillar aql idrok yetildirdi. Yana hech narsadan qo'rqmaydigan botirlarga xos xislat yetildirdi. U yo'lvasga o'xshash yolg'izdan-yolg'iz cho'l talada uxlay oladi. Uchraganlar jonga hujum qila oladi. Uni yillar aql bilim bilan mukofotladi. U hozir marksizm, leninizm nazariyalari, tarix, falsafa, adabiyot, estetika va tabiiy fanlarning qonuniyatlarini xeyli mukammal egalladi. U Yan'an, Nanjing, Moskva, Berlin, London, Washington, Tokyo, Rim va Urumchining siyosiy havosi termometri ustida. Dunyoga tunilgan Stalin, Roosevelt, Churchill, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Jiang Jieshi qatorliq katta shaxslarning siyosiy tashabbuslari va shaxsiy xususiyatlari to'g'risida anglag'uvchilarni hayron qoldirib, necha soatlab so'zlay oladi. Şinjanda Şinxay inqilobidan keyin bo'lib o'tgan voqealar va uning qatnashuvchilarini bo'lsa 5 qo'ldek biladi. Navada biri To'sattulla Temir Sijangni o'ltirgan Majansang Qashqar Ko'nshardan qanchalik boylik akatgan deb so'rab qolsa, u darhalla 10 necha chorak tilla, 10 necha chorak zig'cha oltin, 100 tonna kumush deb javob bera oladi. Yana masalan, Majungning Jimsardagi Shin askarlaridan nechilik ot, nechilik qurol elib olgan desa, u darhalla G'o'janiyaz hojim almoqchi bo'lgan bu qurollar 1860 talmildiq. 2000 tuyoq ot. Bu boyliqni Majungning kechalab odam avatib elib olgan. Uning vaqti 1933-yili 4-oy deb javob bera oladi. Uning tutib olish qobiliyati shunchalik taraqqiy qilgan. Na'nalardan chalibul anglangan naqshlarning tekstlarini shu hamon takrorlaydi. U hozir burunqidagi yasinish, kiyinishlarga mo beparvolashib qolgan. Uning kiyolg'ini ko'k mata ko'nglik, qilin qora teriki ishdan. Putida nadin topgan ekan Sovet askarlarining bojingirlari bor. Uning ahli bilan belni yana muskullarimi, bo'yimi, kuchimi yetilgan. U bir necha qatim tog'lardan qozoq yigitlar bilan chelishib, natijaga erishib, g'ini aksidan mukofot oldi. U hozir odat kamdan kam gap qiladi. Uning yo'g'on qora ko'zlari doimiy xiyolchan. Qora buruti va qop-qora qashi opsinikidek chiroyli burni bilan moslashib, uni kishining havas keladigan husn jamol egiz qilib yetildirgan. Ko'kraklari kang, beli bayga etining belidek inchgan, ko'krak muskullari bo'ritib chiqqan, bo'yi g'ani aksining bo'yi bilan yetib qo'pib keladigan bu yigitga Fatih Muslimovning so'g'uq muomala qilishi hasad kunchilikdan bo'lgan. Chunki uning uyida bu xil yigitlarga ko'z uzmay qarab lazzat oladigan qiz-jo'kanlardan bir nechasi bor. Nuri daryo qarab o'ltirib uzoq xiyol surdi. Uning quloq tubida xilma-xil ovozlar aylanib yuradi. Meni qutqizing. Bu zil yiqimliq ovoz Sabixaning. Hissiyotga berilma. Bu qat'iy buyruq Rasulovning. Qiladigan ishing ko'p. Bu Zunun apandining. Qisos ol. Bu g'ini aksining. Balam, jiningni aya. Bu mehribon dadisining. Hech kim qila olmagan ishni sen qil. Bu muxtarchum dadisi. Inqilob qari kuchga emas, aql farosatga muhtoj. Jo'golyang aqli bilan o'lmas shaxs. Bu Jobin nazirining gapi. U kimning gapi quloq selish kerak? Uning badanida yana bir xil yo'shirin takabburlikmi bor? U nimani qilsa o'z aqlim bilan qilaman deydi.
u kishilarga haddidan ziyoda mehribonlik qiladi. Ammo u og'zida demigini bilan hech kimni ko'ziga ilmaydi. Ba'zilar uningdan hamma jihatdan ustun ekanligini isbotlagandimi, u men kelgusida uningdan ustun bo'laman deb o'z-o'ziga tasalli beradi. Hatto Jobin Nazir bilan birga kelgan kommunist Stalin Jongshan universitetiga kelganda biz bilan qo'l elishib ko'rishdik deganda, Nuri Stalinga cho'qinadigan hissiyoti to'lib tursa-mu, ichida Stalinning qo'lini tutib qo'yniga maqtanyotdi. Men orden olaman cho'qim deb o'ziga tasalli bergan. Bu xiyoldan keyin uyaldi, lekin mag'rurligidan rozi bo'ldi. Mana hozir quliq atrofida hardek g'ung'ildab uchib yurgan ovozlardan hech qaysi uning quliqiga kirib, uning ruhiy kuchiga aylana olmadi. Bu Sabihaga Uyg'urga xos psixika bilan qizliq nomusingdan ayrilib, yana hayot yuramsana deb yirgandi. Keyin u yashash kerak, badani bo'lgandi, lekin ruhi pok. Men uning ruhiy azoblariga hamdam bo'la olmasam, qanday odam bo'laman? Bir pok yurakni yesh bo'lmasa, himoya qilishim kerak. Bu mening insoniy burchim deb o'ylagan. Hozir bo'lsa, yo'qab ketdi degan xabar bilan u tunji qatim Abdumarning uyidan qaytgandek, ikkinchi qatim o'z uyida quchoqlashgandek, uchinchi qatim qiz G'o'lja shahridan onasi bilan ketgandek, bir yo'shirin ufratquch kuchning zarbasiga uchirmoqda. Uning yuragi ko'krigiga patmay, butun vujudi g'alildab titrab, xuddi hamma yer ko'yayotgandek sezilib, jinni qo'ydigan yer topolmay qiynalmoqda edi. "Qayg'urma yigit", dedi biri uning nursiga qo'lni qo'yib. Nuri kayniga qayrildi. Hamid uningga qarab kulimsirab turadi. "Qayg'urma", dedi u qaytalab. "Shangdobanning zulmi uchragan san o'xshash kishilar sanoqsiz. Osiyo Obistay bizga hammani so'zlab berdi. Sening ahvolingni bildik. Biz cho'ngishlarga boshqa turaylik. Sen inqilob yo'liga mengibsan, menmi shu? Dunyoda yashagan ekansan, xalqning barakalloh degidek bir ish qilishing kerak. Biz tatarlarning ahvolini bilasan, sizlardan xor biz. Yahudilarga o'xshash dunyoning hamma yerida sargardon. Bizning xalqimizmi yaxshi kun ko'rishga tashna. Shu tashnalikni qondirish mening orzuyim. Yur, men seni Osiyo Obistayniga boshlab boray. Tarixa degan yana bir qizi bor. Hadisdan eshib tushdi deyishdi cho'nglar. Berib muntishib kelgan Nuri. Hamid uni amaliyotga o'ndadi. U Hamidga agishib avval uyga keldi. Hamid uningga bir yangi chaqmoq ko'ylak bilan shiblit hadiya qildi. Osiyo Obistay nahiya bozoridan xeyli yiroq Turk mahallasidan bir rus tijoratchining hovlisida o'tirdi ekan. Tamoman tan bilan qashadalgan yo'g'on hovlining itlari bakni qo'rqinchli ekan. Orus bu 7-8 bo'ri it bilan nelqa jangallardan qavan, tulka, tog'lardan kiyik, bug'u ovlaydi ekan. Uning uyining oldi kangri, sasliq, qarisu. G'oz o'rdaklar odamning mengsini yeb ketgudek g'oqaldishib, gapni-gapga qo'shmaydi ekan. Osiyo Obistayni Nuri hadeganda toniy olmadi. Uning sochlari tamoman oqqargan. Chiroyli yuziga cho'nqur qo'riqlar tushib, ko'zlarining cho'ris to'rlashgan. Qapoqlari ko'kargan, lavlari o'mchaygan. Ikki qo'zi xolta bo'lib sangilagan. Uning buningdan bir necha yil burunqi erlarni darhol o'ziga torta oladigan go'zal chiroyidan zodil asar qolmagan edi. U Nurining yuzini yuziga yiqib, bo'qildab yig'lab, "Bir qanot sungan qiyri g'ozman. Sabihamdan ayrildim", dedi va Nurining yuzlariga suyib, "Sabiha uchun armonlarga yetolmagan bechora qizim uchun", deb g'azo ichib yig'ladi. "Nima tortquliq bizga? Tatar bo'lgan gunoh bu. Dadam erim etildi. O'zim qizim xo'rlandim. Mana endi qizimdan ayrildim. Ikki rus qizi Nurbog'dagi o'rnimizga kelib, yur maktabga opirmiz deb ep chiqib ketgancha qizim qaytib kelmadi. Jinoyatini yo'shirish uchun Shin Chu deganlar ziyonkashlik uchirganlarni o'ldirib yetadi ekan. Bir yil kutdim, qizimdan derak bo'lmadi. Bechora qizim, talaysiz qizim. Seni qo'g'dashga qurbim yetmadi.
Seni saqlab qolgudek kuch tepilmedi. Nurining ko'zlaridan munbat buloqdek suv quyildi. Uning lavlari titradi-yu, ovozi chiqmadi. Uning mushtumlari o'zligida chin tugildi. U Hamidning mursiga beshini qo'yib, "Bizni mochi bo'zaqa, bechor millatlar, nimishqa boshqalar bizni xohlagancha oyoq osti qila oladi?" dedi varqirab turib. Yig'zar besilgandan keyin Osiya o'z kechirmishlarini so'zlab berdi. Sabiha xeytida yozganidek ularni zo'rliq bilan Urumchiga elib berishgan. Nurbog' degan yerdagi büyük baraqsan o'ttirsidan o'stan o'tadigan ho'yladagi taxtayliq bir uyga akirib, qizlar o'qiydi. Siz bu uyda turib turing, keyincha ruscha tarjimon bo'lasiz degan. Bir haftadan keyin Sabihani maktabga olib boramiz deb elib ketgan. Bir yildan keyin Sabiha go'mush, so'lg'un, xiyolchan holda paydo bo'lgan. Nega bordi, nima qildi desa, u yig'lab turgan. Keyin Osiya ahvolni bilgan. Ular qizni ziyofatga akirgan. Hayroq zo'rlasa ishmagandan keyin mevzu bergan. Qiz uni ishgan va hushidan ketgan. Qiz bir katta mehmonxonada 2 kishilik karavotda qiyib yalang'och holda hushiga kelgan. Uni maxsus 2 ayol saqlagan. Uning nomidan apsiga harbiy maktabga berdim. 1 yilgacha uyga qaytishga bo'lmaydi ekan deb xat yozishgan. Osiya bir shirkatda tarjimonlik qilgan. Kichik qizi Fariha sestralar maktabiga o'qishga kirgan. Keyin Sabiha ruhiy kasallar doktorxonasiga kirib 3 oy davolangan. Oxirgi qitim qaytib kelganida chiroyli yasinib, to'lib samirib kelgan. Osiya, "Nima qilasan amdi?" deb so'rasa, u "G'arabga qarashga yuzim qolmadi, apa. Sharqqa, Turponga berib muallim bo'laymikin?" deb javob bergan. Ammo shu chaqdimi uning yerida bir ayol muhofizatchi bor edi. Bir kuni bir mashina keldi. 3 ayol uni mashina bilan elib ketdi. Shuning bilan Sabihadan derak bo'lmadi. U ketdi. Osiya mo Nurbog'dan haydaldi. U Nanyangdagi tatar uyushmasiga bordi. Ular uni ishga o'rinlashtirib qo'ydi. 20 yilning oldida u uyushmaning yordam bilan Nilqi nahiyasiga qaytib keldi. Sababi u qizi to'g'risida Sovet konsuliga, Jobin naziriga arz yozgan. Shin arz yozuvchilarni saq qo'ymog'dak degan gapni anglab Urumchidan qochib kelgan. Nuri yuza ahvollarini bildi. Ana qizi uchun nechilik yosh to'kdi, necha kechalarni uyqusiz o'tkazdi. Bular to'g'risida zodila tinmadi. U Qozondan Olmutaga, G'o'ljidan Urumchiga va Urumchidan Nilqi nahiyasigacha bo'lgan hayot safarida dard alamdan boshqa hech narsa ko'rmagan. U 2 qizini qatorga qo'shish uchun har qanday xo'rliq, azobga bardoshlik berishga odatlangan ayol. U o'ng'ayliqcha biriga hol aytmaydi. Har qancha yaqin odamlarga mo ko'nglining nozik sirlarini aytmaydigan, sir saqlash odati yetilgan ayol. Mana u Nuriga qarab hech bo'lmagandek kulimsiradi. "Apanga o'xshash chiroyli, dadangdek qomlashgan yigit bo'psan", dedi Hamid. "Lenindek bilimlik, Stalindek eg'ir besa", deb qo'shib qo'ydi. "O'rislarni to'g'rimisan, ilohim?" dedi Osiya hasrat bilan o'xtardi. "Har kim o'z millatiga o'xshasin. Uyg'urlar oq ko'ngil, mehribon, kang qo'rsoq, yaxshi xalq. Yangzingshin, Jinsho'rin deganlar nimalarni qilmadi? Oltin, kumush to'plash uchun xalqqa zulm soldi. Uyg'urlar osh-yalang'och qolsin yana g'ing qilmadi. Bularga birmi boshlang'ich maktab echib bermadi. O'zining bolalariga sho'tang echib berdi." Osiya koni hukumat ustidan so'zigila turib edi. Hamid uning gapini bo'lib, "Nuri Sabihani izlab Urumchiga boraman deydi. Sizcha bo'ladimi?" dedi. Osiya, "Xatarlik, burun Urumchi yo'q. Germanlar o'rislar hujum qilib edi, shin o'zgardi. U Sovet odamlariga qo'l selishni boshladi. Yana andin kelgan kompartiya a'zolariga olay qilib turdi. Turmaga kirgan odam sog' chiqa olmaydi", dedi. "Nuri xiyim xatardan qo'rqmayman deydi. Qaramliq qilishga bo'lmaydi. Qaramliqdan kim foydalana oladi?
qaramliq emas, boturlik qilmoqchi. Menmo billi boraymikin deyman. Jobing Nazir ishing bo'lsa meni izla degan menga, dedi Nuri. Shu kishiga yelinib ko'raymikin? Shu kishining kuchi bilan Chiosning g'o'jidan yo'tkalgan emasmi? Anglasam Shinsay Jonazirdan aymingidek 8-armiya ish bejirish o'rni degan 2 qavatlik bino bor ekan. Nanliyon degan yerda ekan. Shu yerda Jungo Kompartiyasining Chintancho degan bir boshliq bor ekan. Shunda ba uningda qo'rqadi ekan. Jobing Nazir chin degan odamlar aralasa Sabixaning derkini olg'ili bo'lamikin tang? Ular uzoq paranglashdi. Tushga yaqin uyga Parixa kirib keldi. Zilva qo'ng'irchash, oq yuzlik, lallar echilaydigan qizil gul g'unchisidek, ko'zlari yo'g'on, sarg'ush, 2 tal chech to'm ham uzun, bir jup yetilgan ko'ksi, nepiz ko'k ko'nglikini ko'tirib, o'ynaqlab turgan bir go'zal qiz paydo bo'lganda, Nuri xuddi uning hadisini tunji qatim ko'rgandek ko'zini uzalmay qoldi. Tanıdыңmı? Bu kim? Nuri akam, dedi qiz höppidi qazirib. Adam gapini jiq qilatdi. Qiz yerga qaradi. Parixami cho'ng bo'pti. Hadisdek chiroyli qiz bo'pti, dedi Nuri qizdan ko'zini qochirib. Sabiha bo'lgan bo'lsa, qanchalik xush bo'lib ketar edi, ha? Asiyaning ko'ngli yana yerim bo'lib ovozi titradi. Xudoyim endi Parixani saqlasin. Chiroy degan qiz bolaning dushmani ekan qo'sadi. Aholisi 20 mingdan sal-pal ko'proq Koni bozor, Chig'liq mahalla degan Koni mahallалari va Sovetdan qochib kelgan tatar, rus, turklar paydo qilgan Do'rbuljin, turk mahalla deydigan to'tli mahallasi. Bir qancha ushaq ko'chalar bor bu yurt shahar des shahar, yezi des yeziga o'xshab ketadi. Uning janub va shimol taraflari tog', daryo yaxlab sharqqa meniversangiz, Qarag'ay, Samirsin va tog' teriki. Architallardan hosil bo'lgan ajoyib tabiiy to'qayliqlarni, daryo o'tirsida paydo bo'lib qolgan ajoyib go'zal o'rmonlarni ko'rasiz. Tog'lardan daryoga eqib tushayotgan suvlarni bo'ylab janubga mangsangiz, ajoyib chiroyli g'o'l sayliqlarni ko'rasiz. U yerlarda yozda malvaran, kiyik, burg'a, orqarlari dumbillar oralli ko'rinadigan cho'plik orasidan o'tlashib, qalin qarag'aylarning soyillarida rohatlanib yetishadi. Qash daryosining bo'yidagi quyuq o'rmonliqlar yenidagi yeshilliqlarga oppoq chedir va kigiz uylar tikalgan. Yazning bu oylarida o uylarda huzur halovatdan boshqa narsa yo'q. Anglayotganinglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Nuri yoz bo'yi yaylaq saylis qilib, qizirib, samirib, ayonlar ko'ziga o't ko'rinadigan bo'lib, Nilq shahriga yana qaytib keldi. U hozir daryoga yaqinla silingan maktabning to'liqsiz sinflariga adabiyot darsi berishga tayinlandi. Rost degandek Fatih Muslimovning gapgan. U mening enim devidi, hukumat uningga alohida yaxshi muomala qildi. Mana o chiroyli kiyinib, tunji qatim budur quyuq chachlari bilan yalang'och bo'lib elib, Hamid bilan ko'ch saylis qilmoqda. Ularga hamma odam zo'qlanib qaramoqda. Oshxonalar chillashmoqda. Pah! Nurining yenidan bir ro'z qizi o'tib edi, uning badani g'o'sh qilib qoldi. Adash, yayloq deganing odamni vahshiy qilib yetadi ekan. Ayol haq ko'zimga o't ko'rinadi. Kechalari zodi uyqum kelmaydi. O'ylanib olamsan ya, hadisayli qadak bo'ldi, singlisi rasa bo'libdi. Bola bo'lib kirasan shu. Yo'q, men o'ylanmayman. Sabiha men qarab turgandek, har bir qadamimni nazorat qilayotgandek bilinadi. Men uningga xiyonat qila olmayman. Naq shu chaqda ikki cherik bir qozoq yigitni qo'g'lab tar ko'chadan chiqdi. Yigit oshxona oldidagi bog'liqlik etiga yugurmoqda. Cheriklar qo'llariga tapancha ilib, tfi, zi deyishib yugurishib chiqib kelishmoqda edi. Yigit Nuri bilan Hamidning yenidan o'tib ketib etib, "Putli yetinglar" dedi. Askarlar ularning yeniga kelishiga ikkilisi ikki cherikning putiga putlishivatdi. Cheriklar mo'dirib yiqilib o'ri bo'lishiga ikkisining quloq tuviga ikki mush tegdi. Cheriklar o'ngdi tushdi. Ular hushiga kelguncha yiliq qozoq yigit etiga minib tikivatdi.
Cheriklar o'rnidan turganda ularni nurg'un odam qo'rshib olgan. Ular kimlarning mushtari tekkanligini aniqlolmay hamma odamni tilladi. Lekin qo'rqib dajib saqchi idorasiga qarab ketishdi. Ko'ch saylisi to'limi ko'ngillik. Bugun vaqti. Kinoxonaning oldi odamlar bilan to'lgan. Gaziri, purchaq, muxurka, qimiz va kavob bilan haroq, bo'za sotquchilar varqirashmoqda. Tinch hayot qanday ko'ngillik-a? Bo'libmi bugun vaqtida. Ana, top-top qizlar nadindir kurishib chiqib kelishdi. Ana, ularning cho'risida sho'x yigitlar paydo bo'ldi. Qizlar bilan pichirlashish qanday ko'ngillik-a? Bo'libmi bugun vaqtida. Sharqdan keladigan kashki shamol seni huzurlantirdi. Seni hayotdan ko'proq lazzat elishga undaydi. U seni suydi, erkiltidi, erkalaydi. Sen go'yo uning suyganidek bag'ringga qo'l soladi. Bo'libmi bugun vaqtida. Yoz manzarasi seni shirin xiyollar dengiziga undaydi. Sen jining rohatlanganda eng yaqin odamlaringni aslaysan. Hozir Ziyoddin nima qilyapti-dekin? Daralachu. Uni omaq singlisichu. Nuri ularni ko'rmagili saq 1,5 yil bo'ldi. Ularni xush qilib, yezisiga berib, o'stan bo'ydiki chig'irt malaqda kigiz parchasini selib, eg'inab yetib qaqaqlashib kulsa, ha? Bo'libmi bugun vaqtida. Bugunning dafn murosimi. Atining to'lg'aqi. Bu qaysi shoirning topgan gaplarkin? Bugun ulug' quyoshning judolik belgisi, tun hukmronligining elchisi. U sana g'aflat, judolik, lazzat sovg'a qiladi. Sen mushu bugunning yatnomisini bag'ringga besib, kelajaging to'g'risidan shirin tush ko'rasan. Shunda mangu erishalmaydigan shon-sharaf cho'qisiga chiqa olaysan. Yana ba'zida tik cho'qidan salg'a teshidak yiroqlarga uchsan. Bugun bilan hayotingning bir beti oxirlashib, yangi bir bat subhi uchun zamin tayyorlanadi. Yo'ruqliq qorong'ulikdan tug'iladi. Go'yo sen onaning qorong'u qo'rsqidan yo'ruq dunyoga ko'z ochgandek. Shunga bugunmi xosiyatlik, uni hargiz qarg'ama. Bo'libmi bugun vaqtida. 1942-yilning yanvar oyi to'limi qattiq sovuq bilan boshlandi. Qalin qora eli zaminni bosgan. Yo'llar etilgan. Uylar go'yo yerga cho'kkan. Daryo o'stanlar nalargadir g'oyib bo'lgan. Qarsang atdiganlik quyoshning ochiq nuri ko'zimdan yosh oqqizadi. Kang dalaning u yeri bu yerida oralli uchlari ko'rinib qolgan chig'i shivaqlar kun chiqishining ochiq shamili titraydi. Cho'nqur to'g'anlar qani, to'shqanlar qirilib ketarmi? Chil bechoralar nima yer amdi? Xononlardagi saman to'pollarmi yo'q-a? Hamma yeri qalin qor bilan chumkalgan ho'ylisidan tizig'icha qor kechib darvoza oldiga oralli chiqqan Ziyoddin kun chiqishiga qarab o'z-o'zidan savollarni so'radi. Lekin uning savollariga hech kim na ko'zni chaqadigan qalin qor, na ko'zdan yosh oqqizadigan shamol, na uning qalin qorda shoxlari egilib, ballari mukchaygan daraxtlar javob bermadi. U ko'rak jo'sining yanglariga qo'llarini tiqib olib, enkining ostidan salpanlarini chetib olgan quloqchining gadirmash yo'nglari bilan bo'lturidan boshlab qo'yayotgan saqli arilish paydo qilgan yirik supurgi ustida birdamdala paydo bo'lgan qora muz mo'naklarini tili bilan yalab qo'ydi. "Nima bo'ldi, ha?" dedi u. Uning kegiz paypoq bilan purim cho'riq kiygan putlari va maylishib ketgan qalin sholvur ichidagi tizlari sirqirmoqda edi. U ho'yli qorini ko'rab bo'lib, birma odam izi tushmagan ko'chaga tunji iz selib mahallaning sirtiga tasdim minib chiqdi. U go'yo mahallasining sirtiga chiqib qarasa, Avral teg'ining sirtidagi Nilqi nahiyasi ko'rindigandek bo'yinlarini so'zib shu tarafga qaradi. Kun ko'tarilgan yerda oppoq, to'limi cho'ng qor dövisidek Avral teg'ili ko'rindi. Uning o'g'li turayotgan Nilqa degan joy ashu katta qor dövisining nerisida. Ziyoddin bu qadamlari bilan bir oydimi u yerga bora olmaydi.
Nuri, Nur Muhammed, jinim saqam, ne desem? Dadam mağdurdan kaldı. 45 yaşga kirmey turuplu mökçeydi. U halsıraydı, yütülüdü, terleydi, titreydi. Bu narsalar nereden payda buldu? Eğri iş, tayak, türme, yoksuzçuluk payda kıldı mı? Yoki opam bilen inanın ölümü payda kıldı mı? Köz yaşımda biriga ko'rsatmadim. Ammo chashrimdagi oq, badandagi satchilikni yo'shirolmadim. Men ay desam, ot yo'q. Mana endi men ot, sapan so'rigidek öküz yo'q. O'zim öküz. Etizda qozon beshida xotin bo'lib 4 yilni o'tkazdim. Qizimmo 5 yoshga kirdi. U yüz gözünü o'zi yuyib, chayni o'zi ishchalaydi. Tizimda o'tirishdan uyuladi. Baro bilan Daro mening kajliqimdan malay bo'ldi. Baro shaharda qo'ru xizmatchisi. Daro mahallada molchi. Xalqning belig'i o'tchi ichib, bo'g'iz berib ishlayotdi. Anam nima da'vatidi ekan? Sen ziyak 4 bolamni nima kunga qo'yding? Men oq sut berib, beqib, jinimni yo'gak qilib osiragan. Sen nima qilib atding? Malahi degan qandoq yomon haqorat. Sen uni bilamsan deb meni qarg'ayotgandi ha. Yarni soat deydi. Men yo'q deyman. Yar setish, jon setish degan so'z. Yar setish pastlik. Dehqon jon qayg'usida. Shu turqida dunyoda yosh to'kayotganlar qancha, qon to'kayotganlar-chi. Bu ishlarni Ziyovuddinning o'g'li Nuri biladi. Mushkullarda, ya'ni 1942-yil 1-oyning 1-kuni Sovet ittifoqi, Amerika, Angliya qatorliq 26 davlat vakillari Washingtonda Birlashgan Davlatlarning o'rtaq xitobnomasiga imzo qo'yib, o't yolqini ichida qolgan yer sharini qutqizish uchun harakat qilyotdi. Germaniya faşizmi 1941-yil 6-oyning 21-kuni Sovet ittifoqiga Baltik dengizidan Qora dengizgacha bo'lgan 2000 kilometr uzunlikda 400 ming askar, 3700 dan ortiq tanka, 4900 dan ortiq aeroplan bilan tuyuqsiz hujum qilib, to'xtamay ilgirlab, shu yilning 11-oylarida Moskvani qo'rishib olgan. Kiyev shahrining sirtidagi bir cho'ng azgalga 30 necha ming yahudiyni so'lab qirib tashlagan. Necha minglagan puhra xonavayron bo'lib, hamma yerni non faryod qaplagan edi. Ruslar Moskva yerida qattiq jang qilib, dushmanning 168 ming askarni talafotga uchirtib, uni Moskvadan 100-200 kilometr nariga haydab o'tgan. 1942-yil 1-oyning 5-kuni Sovet ittifoqi Oliy qo'mondonlik shtabi 1-oyning 8-kunidan boshlab 9 armiya va Baltik dengiz floti, Qora dengiz floti, havo armiyasining himoyasida 1.100.000 askar, 7.652 zambarak, 774 tanka, 1000 dona aeroplan bilan Germaniya armiyasiga umumyuzlik hujum boshlashni qaror qilgan. Hazır Moskvaning nersida tex tang atmadi. U yerdimi qor qilin, so'g'uq qattiq, million odamning qo'lida qo'ral, qalbida nafrat, g'azab. Ular Ziyovuddin oila g'amida nola qilganidek dod faryod qilmaydi. Ularning jini olqinada. Ular vatan uchun har qachon o'lishga tayyor. Shu topda Yaponiyaning aeroplanlari, paraxodlari Iroq, Filippin atrofida Amerika aeroplanlari va paraxodlar bilan qattiq so'qishyapti. Jungo zaminida Yaponlar sharq-shimoldan sharqqa Jungo, shimoliy Jungolarga o'tib Jungo yezillarida, shaharlarda qirg'inchilik elib beryapti. O't qo'yyapti, g'ojir itdek hammani talayapti. Stalinning ovozi hamma odamning quloqi tuvida. Bu bir top jinidan to'ygan chilbörilar, inson qalbidan chiqqan yirtqichlar nomussizlik bilan ulug' rus millatini yo'qitimiz. Pelxanov va Lenin, Benniskiy va Chernishevskiy, Pushkin va Tolstoy, Gelnika va Chaykovskiy, Gorkiy va Chexov, Chechenov va Pavlov, Repin va Surikov,
Suvorov va Kutuzovlarning miltiqini yo'qitimiz deb jar salmoqda. Yer shari 4 cho'ng o'xyan 6 qit'ada urush vahimasi. Har yili 10 milliondan ko'p, oyda million, kunda 300 necha ming odam yer yuzidan yo'qolmoqda. Mana bu bugungi dunyo. Nuriy xitida bu gaplarni yezib oxirida, dada, men hozir cho'ng bo'ldim. Seningli balang emasman, xalqning bolasiman. Shinsay Gitlerga, Yaponlarga agishib g'aljirlashdi. U hozir olti buyuk siyosatini ancha varqiramaydigan bo'ldi. U har kuni minglab odamni turmaga tashlamoqda, o'ldirmoqda. Sovet ittifoqining yan'andan kelgan Jungo kompartiyasining odamlarini hozir hadab yo'shirinch qo'lga olmoqda. Umu bir chilböre. Uni yo'qotmasa qandaqmi xalqning o'g'li bo'la olayman deb yozgan edi. Uning xitini bari hozir og'riqchan bo'lib qolgan Muxtarbayga Ziyovuddinga o'qib berib edi. Muxtarbay tizlariga urib, "O'g'il bola, u endi boshqani qo'yib, marganlikni o'rgansa bo'ladi. Xo'ja Niyoz hojidek margan bo'lmas bo'lmaydi. Uningga bir miltiq berayli", dedi. Lekin dada bo'lgan odam bola qandoq chidaydi? Bir yildan oshdi u bolasini ko'ra olmadi. Bolasi nada nima qilib yurdi? Uning o'g'limi avu cho'ng qarduvsida ko'rindigan Avralning nerisida G'ani, Fatih, Akbarlar bilan birlashib chegaraga yung tera ot qo'y yo'tkab qurolga tegishib tog'liqlarni qurollantirayotgandek. Bu gapni kim topdikin? Abdumarim begi To'nigulla askari boshlab kelib uning derikini qildi. "Shingdobanga qarshi odamlarni", dedi u jamoatni masjidga yig'ib. Yo'g'on tulki tomoq, qora tashliq sansanju bilan kishilarga surlik ko'rinishga tirishib, qamchisini pulangitib so'zlab. "Tutib berib yo'qotmasak, yur tinjimaydi." Yo'qotmasak degan so'zni anglab, Ziyovuddin cho'chib ketdi. Kichik o'g'lini otdi. Endi cho'ngini yo'qotqudakmi? Yo'q. Ziyovuddin har qancha o'larman bo'lsa-mu, bu o'g'li uchun jinini tikib elisha olmaydi. Yo'qotishga to'g'ri kelsa, muno sansanju ichidagi qo'mayni yo'qotish kerak. U xalqqa baloyi ofatdan boshqani tilamaydi. Nurichu, u xalqim yaxshi kun ko'rsin degandan boshqani o'ylamaydi. Yomonni yo'qotmay yaxshini yo'qotsa, bu dunyoda haqiqatning uvuqimi qolmagan bo'lmamdi. Muxtarbay jo'siga yo'gilib, qopqini turib indamay o'tirdi. Abdumarimning begining kichik xotini bilan bo'lgan ish ta'sida jimaqdi. Odamlar ko'proq Muxtarbayni jimladi. Navrilari inak taqashgan, yurt kattasi bo'laman deb yangshimaylab yurgan odam xalqning tunikidan sanglab yursa qandoq bo'ladi? Sat emasmi? deydi jamoat. Muxtarbayning xotini shuncha diqsirgan bo'lsa, mahalladami jiqtig'u g'ingpin qilmaydiganlari deb sesiq gap qildi. Tikilib qaramaydigan cho'ng kelini bolasini erkilatgan bo'lib, jiq xotin olasana saqam deb Muxtarbayga anglatib turib dartmaladi. Cho'ng o'g'li har qancha galvon bo'lsa-mu, harva ketayotganda chapdari ot cho'tig'im kirmaydi. To'shing bilan urib, "Senmo ayg'irlik qilib xalqning eg'iliga chapay demsan, ko'tarilma", dedi. Hamma odam ta'na qilayotgandek, ballarmo mazoq qilayotgandek bilindi uningga. U bir hafta uydan chiqmadi. Birdilla 5 vaqt namozda boshib elib, imomning yenida yukinib o'tiradigan bo'lib mana hozir yarim yil bo'lib qoldi. Uning mijozimi o'zgardi. Gipi oz, muloyim bo'lib qoldi. Navada taranchilarning kattaveshi mutaali xalpitim Abdumarimning begiga bandi degan yengiladi. To'g'ri qilsila bo'ldi. Sizdek to'g'ri qilmaydiganlar jazolanishi kerak deb ming begining arzini qaytirib etmagan bo'lsa, Abdumarimning begi Muxtarbayni jazolatmoqchi edi. O kunlarda imom Mira qozilarmi adab ketishgan edi. "Islom shariatida bu zinoxorlar chalmi-kesa qilinadi", dedi imom bir nazarda mushchib o'tirib elib. "Zinoxor, xiyonatchi, chiqimchi, g'aybatxo'r yaloqchining yotar yeri dovzoq. Qozaran imoma xonim, sili bilan meningmi ayol suratlik shayton ozdirsa, bu gapni damdala", dedi Miraqozi imomning yig'iriga tegib. "G'olcha, suxanchi", dedilar. "Qozaran Abdumarni yuqordan yo'lab yana mingbiga qilib qo'ymagan bo'lsa, sizlar chiqimchi, xiyonatchi,
g'olcha deb kimni ko'rsatgan bo'lar edilar? Sizli gap burmalash usta, ilibdak gap sizning og'izlarga kirsila to'qunaq bo'lib chiqadi. Qazaran shu ilib sizning og'izlarga kirib qolsa birdamdili ivib ketadi. Bu gapning yo'shirin ma'nisiga jamoat choylarini puruqishib kulishdi. Mana yodiga yetib edi, Ziyoddin qahrtonda turibmi miyqidi kulib qo'ydi. Yo'q, mening balamni yo'qotolmaysan. U hozir xalqning bolasi. Uni necha ming, necha yuz ming odam qo'g'dayotdi. Balangning nadiligini beramsan, Ziyak. Bilaman ming begi. Nada? Yer yuzida ming begi. Nada da'votaman. Siz nani bilmisiniz u shu yerda. Chaq qilma Ziyak baxshi. Nadaligini bilsam yeniga berib olmay, axlat bo'lib ko'zingizga kirib olatdimmi? Sen nima demoqchi? Dünya uzun, g'ani o'g'irtek hayot. U sizning ko'zligingizni yaxshi biladi, jumo. Bu qaytim kelsa, hodikingizni so'rmaydi, o'zingizni so'rab mangidi. Sen meni qo'rqitman damsana? Shingdobanning qancha ming askari bor bilamsan? Shuni g'ojini yozga soling, sabit damollani. Birdan joylagan doban. Sening ahmaq qoshliqni joylay olmamda. Az qoldi, ko'rsan. Balangning kallasi sipar o'g'rining kallasidek cho'ng yo'lga xodiga sanjilib necha yil sazoyi bo'lib yurmusun yana. Xudoyim kimni jazolashni o'zi biladi. Sen bir oygacha balangning derkini bermasan, balangning o'rnida turmidi yotsan. Hozirlab ketgin, turma bu yerdan yaxshi mingbegi. Tirkishish oxiri mingbegining og'zini buzib tilishi bilan oxirlashdi. Muxtarbay lamjim demay jim o'tirdi. Akşam uning nutq elib bersak bo'ladigan degani nimasi, ha? Mahfusanning askarlariga ot boqar bo'lganda u nutq etishni o'rgangan ekan. O, endi gap emas. Nutq ishlaydi demoqchimi? Ziyoddin bolasini o'ylab kechichi uxlay olmadi. Shivirg'an uning qaddiga qaragan panjarasini teshivatdi. O'g'zidagi bedi cho'plarni beg'idagi eriq tiqib, qor bilan ko'mib do'ng yasadi. Buni so'g'uq suv Shivirg'anning g'azibi. Shivirg'an nilqidan bo'lganmaydi. Nurining kiyimlari qandaqkin? U hozirmi kitob bilan bo'lib, putiga qalin paytimi o'rashni unutib qolib yuramdikin. U atganligi quruq non bilan so'g'uq suv ichib nashti qiladigan. Buni qattiq so'g'uqda u qiliqi qamlashmaydi-da. Ziyoddin sharqqa qarab uzoq turdi. Uning saqili bilan quloqchi salpingidan paydo bo'lgan supurgisi bir parcha muzga aylandi. Uning ko'zlari to'nglamadi. Balki manzi ko'ydi. Putlari kuyishdi. Shillis qo'rildi. U qanchalik turdikin, sharqqa qarasa qarag'is kelib, zodir yong'is kelmadi. Jinim bolam. Seni hiliqi burga Cho'chin qasab turadigan sesqizay o'ylagi so'lab urib qiynamo, ha? U ko'z yoshlarini boshqara olmadi. Uning lavlari titrab, vujudi silkindi. Ko'kragi chimildab besh qaydi. U xuddi qaytib qolgandek avral qarab mushchib turardi. Ziyak! dedi Muxtarbay qarigir eti bilan uning yeniga kelib. Nuri hozir cho'ng yigit, g'ani uni saqlab atadi. Qo'zini yo'lva saqlavasi bo'ri yab ketadi deb asirgining nimasi? Men Qashqamonda Qashta g'anining akallari Azam degan tog'isi bor. Ular Nilqiga doim berib turadi. Bir derkinib kelay. Men no boraymi-ya? dedi Ziyoddin qarindoshligini yetkazayotgan Muxtarbaydan rozi bo'lib. Qarigirni chani qo'shsaq deyman-a? O'z qo'liqing bilan anglay demsan, bo'pti. Yur, chani bilan borayli. Qadimiy mahalla ona yurt ularga to'limi o'z. Ular har bir uy, har bir bog', uy cho'nqur va tog'u toshning ujuri bujurlarigacha biladi. Mana hozir cheksiz etizlar yiroqlardan qor bilan chumkilib, suz qora bo'z bo'lib ko'rinadigan mahallalar ularga saharlik salami bilan yaqinchilik bildirmoqda. Saqi yuzi, Tahir yuzi,
Borchi, Aqtam, Qash daryosining nerisida Sami yuzi, Turdi yuzi, Avoq yuzi, Baxtiyor yuzi, Ashraf yuzi, Ziyek bu yerlarning qaysi mahallisida baxshilarning kayni kirib dab chalmadi. Muxtar Baychu to'y to'kin nazir chiroqlarga qarigir etini o'ynatib berib, qo'pol hozir javob chaqchaqlari bilan har qanday sallab turib nimalarni demadi. Mana ular biri otda, biri chanada. Juvonlarga o'rilib o'ltirib elib, yo'lsiz ketib marmoqda. Ular nadi yo'l ba, nadi yo'qligini ko'zlariga tengib qo'ysimi deb beralaydigan sinchilar. Ular shundaq mengib tugman beshi, ko'zlang yangi mahalla Ko'sun bo'yi yezillardan o'tib Tahir yuzining bosh tarafiga yetib kelishdi. Oldi taraf cheksiz sasliq. Qora suvlardan ho'r ko'tarilmoqda. Boshqa yerlar qora ostidan uyquda. Ular manga tushga yaqin et tarlab o'zlari qirovga milinib, Qash daryosining ustidan o'tib, neriqi qatqa do'nga yamashdi. Bu yerga kelganda qarigir mangolmay qoldi. Bundan 9 yil burun Qiran vaqtida Tungan askari boshlig'ini dumbisiga elib, muz davandan eshib, tahlimakonni kezib, Xotangacha borgan. U yerdan egisini elib, Donxuang, Qo'mol degan yerlarni aylanib, 3 yil yo'l mengib mahallasiga qaytib kelgan qarigir mana tunji qitim ishkigini qarab, burunlari ko'pkan hamma yeri muz, qiro'g'i milangan holda egisiga yelinib qaramoqda. Uning odam ko'tirgidek, chana so'rigidek holi qolmagan o'xshaydi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi